No'mon tog'a chidolmayman. No'mon tog'a chidolmayman. O'g'lingiz birinchi o'rinda sog'lig'i haqida aytmoqchiman. Men oshnasi bo'lib turib, chetini ochaman hozir qarab turingmi? Birinchi o'rinda ichyapti. Ikkinchi o'rinda chekyapti. Voy tavaqli. Uchinchi o'rinda nos tortib trivandom qilyapti. Voy o'g'ling deyman. Hali siz shunaqa ishlar qilsam, beriga dolma. To'xta. Dada, men ichkariga kirib turay. Shoshma o'g'ayning kelyapti. Assalomu alaykum tog'a. Tog'a bitta gapni aytaman deyapman. Tilim sepidan chiqib ketay deyapti. Ayt o'g'lim. Yangi yil kuni o'g'lingiz foni uchirgan, birovni tomiga tushib yonib ketgan. Hozir kabeshda yig'lab o'tib ketdi bechara. Voy o'g'ling deyman. O'g'lingiz telefonni olib bersiz, men o'g'lingizni qanaqa behayolligini isbotlab bermasam, Telefonni olib kel. Telefon mana telefon. Google tarixiga kiramiz, mo'ni qarang. Mo'ni qarang. Adib Brothers'ning qisqa hikoyalarini ko'radi. Nima edi bu? Voy o'g'ling deyman. Sen qo'yog'ini kaltayishi sababi bor. Sen do'stlarga sotqinlik qilasan. Sen menga Instagramda video tashlading. Oshna mana uni ko'rgan, vahshiy kulgili ekan dedim. Tupoy, men senga 5 minut avval o'sha videoni tashlagan edim. Sen ko'rmagansan. Endi men seni ambulatoriyaga admin qilaman. To'g'ri chekyapti. Mo'l qarang, chekyapti.